Bugungi kunda butun respublika bo'ylab mahalla va ovul fuqarolari yig'inlarida saylovchilar ishtirokida xalq vakillari bo'lgan deputatlar tomonidan prezident murojaatnomasi bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Kuni kecha Beruniy tumanidagi Serquyosh mahalla fuqarolari yig'inida ham aholi va xalq deputatlari Beruniy tuman kengashi deputatlari ishtirokida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda siyosiy ma'rifat maydoni loyihasi doirasida O'zbekiston 2030 strategiyasi va unda belgilangan siyosiy islohotlarning mohiyati atroflicha yoritib berildi. Deputatlar prezident murojaatnomasida belgilangan 6 ta ustuvor yo'nalish, shuningdek, yangilangan O'zbekiston 2030 strategiyasining ahamiyati haqida batafsil to'xtalib o'tdilar. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar inson qadri, adolat, ochiqlik va javobgarlik tamoyillariga asoslanib, davlat va jamiyat taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Shu bilan birga zamon talablaridan kelib chiqib, O'zbekiston 2030 strategiyasini takomillashtirish zarurati yuzaga kelgani, ushbu strategiyaning yangilangan loyiha keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilib, aholi fikr-mulohazalari asosida takomillashtirilgani qayd etildi. Prezidentimiz murojaatnomasida belgilangan 6 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi sifatida 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi yangi O'zbekistonda yangi bir yo'nalishni barpo qildi. Prezidentimiz murojaatnomasida belgilab berilgan shu asosiy vazifalar bu mahalla infratuzilmasini rivojlantirish orqali yurtimiz farovonligiga, yurtimiz obodligiga erishishni maqsad qilganlar. Iqtisodiyotni innovatsion va texnologik rivojlantirish, yalpi mahsulot hajmini 2030-yilga qadar 240 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ichki bozorda talabni rag'batlantirish, kasblarni rivojlantirish, ichki mehnat bozorida arxitekturani yaratish, bundan tashqari yana ekologik muvozanatni mustahkamlash, yashil energetika va suv resurslaridan samarali foydalanish ham maqsad qilingan. Tadbirda ishtirok etgan mahalla faollari ham o'z taklif va mulohazalarini bildirib, prezident tomonidan belgilangan ustuvor vazifalar yangi O'zbekistonda inson qadri, adolat va farovonlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim dastur ekanini alohida ta'kidladilar. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.